Bolalik orzusi. Bu nima? Bu reja yoki maqsad emas. Bu ichimizdagi parvozga shaylangan qanotlar. Bolalik orzusi bu kosmonavt bo'lish. Yulduzlarga qarab, balki men ham bir kun u yerga uchib borarman deb o'ylash. Bu dadamizga o'xshab haqiqiy mashina haydashni xohlash. Yostiqlardan uy qurib, bu mening uyim deb ishonish. Kuchukcha haqida orzu qilish yoki chiroyli ko'ylak haqida. Tug'ilgan kuningda hamma do'stlaring kelishini orzu qilish va hech kim erta ketib qolmasligini xohlash. Bu shifoxona palatasida o'tirgan bolakayning orzusi. U hozircha tura olmasa ham velosiped chizyapti. Chunki u velosiped minishni juda xohlaydi. Bu ota-onasiz ulg'ayotgan qizaloqning orzusi. Har kecha mehrga to'la oila haqida xayol suradi. Bu birinchi marta maqtov eshitgan bolaning orzusi. Shu maqtov tufayli u birdan o'ziga ishona boshlaydi. Ahamiyati yo'q. Sen shaharda yashaysanmi yoki kichik qishloqda? To'liq oilada yashaysanmi yoki yolg'izmisan? Orzu har bir bolada bor. Va biz yaqin atrofdagilar, ustozlar, shifokorlar, volontyorlar va orzularni asraydigan hamma insonlar qilayotgan har bir ishimiz shu orzular uchun. Shu bois har bir bola men ham orzu qilsam maylimi deb so'rasa, ha albatta, orzu qilaver degan javob eshitsin. Bolalik orzusi so'nmasin va bir kun shunchaki amalga oshsin. deb o'ylash. Bu dadamizga o'xshab haqiqiy mashina haydashni xohlash. Yostiqlardan uy qurib, bu mening uyim deb ishonish. Kuchukcha haqida orzu qilish yoki chiroyli ko'ylak haqida. Tug'ilgan kuningda hamma do'stlaring kelishini orzu qilish va hech